Assalomu alaykum, sog' salomatmisizlar, kayfiyatinglar yaxshimi? Nevroz simptomlaridan 100% qutulsa bo'ladimi degan mavzuni ko'tarmoqchi edim. Masalan, nevrozdan 100% qutulish degan terminni o'zi noo'rinda. Misol uchun inson 80% qutulsa ham, misol uchun 90% qutulsa ham, 2000% qutulsa ham, misol uchun u simptom insonda bo'ladi. Chunki u nevroz bo'lishi shart emas, u simptom faqat nevrozda bo'ladi degan gap yo'q. Misol uchun deylik, noto'g'ri yotib qo'ydingiz. Deylik, xala tegib deydi-ku. Qiyshuv yotib qo'yganingiz uchun bir kun yelkangiz og'rib yuradi, misol uchun. U misol uchun nevroz odamda shunaqa bo'lsa, mani yuragim deydi. Ayniqsa chap tarafi bo'lsa. Endi misol uchun vahimasi yo'q, nevrozi yo'q odam ham misol uchun o'shanaqa payt nimaga og'riyapti deb ozgina cho'chish ehtimoli bo'ladi. Bu nevrozda simptom qachon ketadi, simptomni qanaqa davolash kerak desa, unga hech qanaqa davo qilish shart emas deb bilaman. Chunki u issiq jonmiz, vahimani shu darajada cho'qqiga olib chiqqanmiz o'sha vaqtlar. O'shani hisobiga insonda tirnog'i sal qiyshiq o'sib qo'ysa ham, unga не то-da, qisqasini aytganda. O'shaning uchun simptom bunaqa qilib vaqtinglarni o'tkazmanglar. Undan ko'ra stressga ozgina bardoshli bo'lsanglar, bo'ldi. Shunda o'sha tugaydi. Nevrozi ham, boshqasi ham. Xo'p, nevrozni tugatish yoki tugatmaslik degan ham o'zi noo'rin hisoblanadi. Man misol uchun ko'chada hamma asabiy. Masalan, ko'chada mashinada yuradigan bo'lsangiz, ozgina sizni qisib qo'ysa, sizni g'azabingiz kelishi bor. Mana shu narsani siz ichingizga yutgan holatda, qaysi ma'noda? Asabingizni chiqazmagan holatda, mayli endi yosh katta odam ekan, yo bo'lmasam ko'rmagandir degan yaxshi gumonda bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni asabingizni tinchlantirgan bo'lasiz. Buni natijasida fe'lingizga ham, xarakteringizga ham, umumiy olib aytganda shaxsiyatingizga ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi bu narsa. O'shaning uchun har baloga asab quvurmasdan holatingizni to'g'rilashga harakat qiling. Xo'p, simptomni to'g'ri bundoq jaydarcharoq tushuntirganda, sodda qilib tushuntirganda, misol uchun fizический mehnat qilasiz, masalan. Deylik, bitta kamazda g'isht tushirdingiz, masalan. Uyingizga g'isht tushirvos. Qimin yurgan odam bittada qilsa, birinchidan qattiq terlaydi, ikkinchidan hansiraydi, uchinchidan o'sha charchab qoladi, yetib keladi bir 600 ta 700 tasiga kelganda. Lekin har kuni ishi bo'lib tushirib yurgan odam, misol uchun, unga muammo bo'lmaydi. Tashiydi ketadi. Endi sizdan bir qarash bordingiz-da, endi mayli. Xo'p, o'sha payt qarash yorgan paytingiz, charchaysiz, hammasi joyida. Ertasi kuni turib qo'lingizni bundoq ko'taring, mashinalaringiz faqat og'riq beradi. Va u ham misol uchun simptom hisoblanadi. Soppa-sog' odam shu ishni qilsa. Nimaga ular o'ylamaydi? Qattiq, chunki ularda vahima yo'q. Vahima o'rtada turadi. Sog'lom vahima deylik. Insonda bo'ladi-ku, sog'lom vahima, nosog'lom vahima. O'shani hisobga olinglar. O'shaning uchun ko'nglinglarni to'q qo'yinglar. Misol yurak atroflari og'ridimi? Misol uchun, iminni yurak a'zoyingiz og'rimaydi. Xavotir olmang. O'sha yerda qanaqa muskullar bor bu yoqda. Ular tortilinadi, miya bilan bog'liq tushgan hammasi. Hop, yana yelka orqa taraflari og'riydi, qo'l, bo'g'in, hamma yoq og'rib chiqadi. Endi qaranglar. Shu vaziyatda qanaqa inson o'ziga to'g'ri tushuntirib bera oladi? Deylik, yurak bittada ushlaydi, masalan. Infarkt yoki insulin nimasi bo'ladigan, alomati bo'ladigan bo'lsa. Lekin shunaqa insonlarni bilaman, qarindoshlarim bor, infarkt, yoshlari katta, do'damiz asosan. Shu insonlar ham misol uchun salom alaykum qilib, shu gaplashib o'tirganimizda, men o'sha paytlik 2017-yillarda o'sha kardionevrozdan og'rigan paytim so'rardim. Mana shunaqa bo'lyapti, sizda bo'ladimi deb. Kulardilar-da meni ustimdan. Men aytaman, shu inson soppa-sog' ekanda o'sha payt. Infarkt bo'lsa ham.
insonni irodasini boshqarish kerak ekan. O'zini o'zi. Ya'ni o'sha iroda bor insonda. Bo'ldi. Qilish kerak emas ekanmi? Qilish kerak emas yoki qilish kerakmi? Qilish kerak degan maqsad qo'yish kerak oldiga. U maqsadda, misol uchun, biza mutaxassis sifatida aytamiz, o'sha sizga misol uchun aytildimi bu yurak emas yoki bu patologiya emas deb tushuntirildimi? Bo'ldi. Siz xotirjam bo'lib maqsad qo'ying. Ya'ni qanaqa? Ishingiz bilan, oilangiz tinchligini o'ylab, boshqa fizический mehnatlar qilib, sport bilan shug'ullanib, bo'ldi. Shu ishni qiling, o'zi sekin miya joyiga kelib, mana shu holatlarni eslasangiz, keyin ertagidek tuyulib qoladi. Shu amakim aytardilar menga, endi dodamiz, yoshi katta doda. Man deydilar, infarkt bo'lganimga 9 yil bo'ldi dedilar. Sanga necha yil bo'ldi deyaptilar. Men infarkt bo'lmaganman desam, ana ko'rdingmi deb men o'zimni gapimni o'zimga urib qo'yganlar-da. Men o'sha yerda menga dong urdi, haqiqatdan ham deganman. Qanaqa yuribdilar 9 yil infarkt bo'lgan, обширный infarkt. Bu hazilkam infarkt emas-ku. Xotirjam bo'lib yuradilar. O'shanga aytmoqchi bo'lganim, simptom, biqinlarda sentishlar, mana bunaqa joylar og'rishi, ayniqsa ayollarda ko'krak qafasi og'risa, ular ko'proq ko'krak bezi saratoni kechyapti-manda deb qo'rqishadi. Erkaklarda bo'ladigan bo'lsa, asosan shu joy og'riyaptimi, ular infarkt, insultli qanaqadir alomati ketyapti-manda yoki bo'ladigan bo'lsa, oyog'imdan o'tkazyapman degan holatda yashashadi. Medko'rikdan o'tasiz, hammasi joyidami? Bo'ldi. Xudo xolasa, u yog'idan muammo bo'lmaydi. Simptomlar insonda qachon ketadi? O'lganida ketadi, vafot etganida ketadi. Chunki misol uchun siz aytolmaysiz, может tishingiz og'rir, может muskulingizga shamol tegib og'rir, просто og'rigisi kelar, issiq jonmiz. O'sha og'riyotgani sizni o'shatingiz tuzatayotgan bo'ladi, avtomatik. Mana masalan, faraz qiling, yugurib ketyapsiz, yiqildingiz, oyog'ingiz shilindi. Deylik, 6-7 yoshimizda hammamizda bo'lgan narsa. Bizni dodlab yig'lardik. Oyi, shilindi, bu deb. Uydagilar nima qilishadi? Unda qarashadi, o'tib ketadi deyshadi. To'g'rimi masalan? Xo'p, qanaqa o'tib ketadi? Shilingan oyoq yara bo'ladi, bilsangiz. Biz o'sha yarani qichimasak, ozgina sabr qilib, ustingizda ozgina, ko'p emas, ozgina kallani ishlatib yuborsangiz bo'ldi. U yara bor-ku, o'z-o'zidan qurib tushib ketadi. Biz nevrozchilar nima qilamiz? Yiqilasiz, majoziy ma'noda aytyapman. Yiqilasiz, yiqilganingizdan keyin 2 soatdan keyin qotar-qotmas yarangizni shilasiz yana. Yana o'sha yerga qarab yig'ilib o'tirasiz. Tushunyapsizmi? U yarani turibdimi, o'zi qurib bitib ketadi. Ya'ni organizm avtomatik bitirib beryapti. Yara bo'lib, achishtirib, qichishtirib, og'ritib, bitkizib beradi. Tushunyapsizlarmi? Nevroz ham shunaqa narsa. O't betingiz og'ridimi? Og'rib, shu tanangizga chiqib, tanadan sizni o'shanaqa qilib sekin xalos qiladi. Eng qizig'i, xalos qilsa ham, qilmasa ham, misol uchun sizga qiziq bo'lish kerak emas bu narsa. Chunki bu insonni, mana masalan, men 1 oy ichida bir marta bo'lsa ham boshim og'ridimi? Og'ridi. Nimaga? Voy, davleniya ekanmi? Voy, umikin, voy, bumikin deb o'tirmadim. Значит, vahimalarni, polnost holatlarni to'g'riladim. Menga ham vaqt ketgan. O'shanga vaqtinglarni shu narsaga ayamanglar, harakat qilinglar. Bunaqa cho'zilib yuradigan ish emas. Albatta, video yoqqan bo'lsa, kommentlarda izohinglarni qoldirib, albatta like bosib qo'yinglar. Bundan ham kengroq, bundan ham yorqinroq videolar olib sizlarga ulashib turamiz. Keyingi mavzu nima haqida bo'lsin, izohlarda qoldiringlar.